Kamola Qadirova degan singlimiz savol beryaptilar. Kvas ichsa joizmi? U ham pivoga o'xshaganmi debdilar. Men birinchidan pivoni ichib ko'rmaganman. O'shaning uchun uni nimaga o'xshashligini bilmayman. Undan tashqari kvasning ikki xil turi bor. Bitta turi bor, unda spirt bo'lmaydi, spirt aralashtirilmaydi. Bir turi bor, 3% gacha, ba'zan 5% gacha spirt bo'ladi ekan, unisi harom. Kvasni o'sha nondan qilinadigan, biroz achitib spirtga o'tib ketmaydigan, achimsiqqa o'tib ketmaydigan sharoitdagi kvaslar joiz, uni muammosi yo'q. Lekin spirti bor, ichida falon foiz spirti bor deb aytilgan kvaslar joiz emas, shunga e'tiborliroq bo'lish kerak.